Xo'sh, shu siz 2 kundan beri tayinli video ham qo'ya olmayapman. iPhone 14 Pro qiziqqanlar uchun neyolmayapti. iPhone 14 Pro ga qiziqqanlar uchun korobka dokumentlari bilan xo'sh, yaxshi sosteniyada telefon bor. Srochniy qisqasi sotiladi. Shu chamasi bir $470 versiyada beraveramiz. Korobka dokumentlari bor. Srochniy aloqaga chiqinglar. 460 ga beraveramiz. Barakasini bersin. Avvalambor shuda eng kerakligi shu narsa. Xo'p, telefonni hech qayta alishmagan, korobka dokumenti bor. 128 talik SIM, eSIM ishlata olasiz, sosteniyalari yaxshi. Telefon qilinglar. Pro Max do'konimiz chiroyli narxda beramiz.